Hozir piramiddamiz. Piramidda yaqinda 400 ga yaqin uylar remonti bitadi va uni hammasini arendaga topshirish uchun tayyorlanyapti. Endi bu joyda raqobatda yutib chiqish uchun biz unikal taklif qilganmiz. Hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Ketdik. Biz hozir obyektimizni ichidamiz. Bu joyda elektrika, santexnika va chiller ishlari tugadi. Ana endi patologiya yopish jarayonidamiz. Bu uyga ikkita eng muhim yechim berganmiz, ya'ni bittasi dizaynda. Minimalizm yo'nalishi bilan modern stilni aralashtirgan holda eng zo'r dizayn chiqarishga harakat qildik. Chet el fuqarolari ham bunday stilda yashashni yaxshi ko'rishadi. Undan tashqari ikkinchisi umniy dom qilganmiz. Ya'ni umniy dom qilishimiz sababi ham boshqa uylardan ajralib turishida va boshqa uylarga nisbatan bu uzoq muddatga arendaga berishda o'z samarasini beradi. Piramidda premium toifadagi odamlar yashaydi. Shu sababli bu joyda arendalar ham yuqori hisoblanadi. Ana o'shaning uchun bunaqa uylarni remont qilishda albatta eng yaxshi takliflar va eng zo'r yechimlarni qilish kerak bo'ladi. Shu sababli bu uyimizda biz dizaynga alohida urg'u berdik va qo'shimcha ravishda umniy domni qo'ydik. Ana endi bu uyda yashovchilar komfortda mazza qilib uzoq muddat yashaydi va bu uy egalari uchun doimiy daromad hisoblanadi. Bu uyimiz tez orada bitadi. Buni to'liq obzorini ko'rsatamiz. Bizga obuna bo'ling.